Odam naqadar tuban va farosatsiz bo'lishi kerakki, ikki musulmon o'zaro munosabatlarni isloh qilib olgandan keyin ortidan o'tib olib, falonchi yeb qo'ydi, pistonchi yeb qo'ydi deyish uchun-da. Kecha Abror Muxtor Ali bilan 1 soatga yaqin suhbatlashdik, fikr almashdik. Mana shu suhbatning izohlarida ba'zi bir mag'za va miyalar falonchi yeb qo'ydi, pistonchi yeb qo'ydi deyapti-da. Zotan bu bahs emaski, kimdir yeb qo'ysa. Suhbatning boshida aynan ta'kidladim. Abror Muxtor Ali bilan bizning o'rtamizda fikriy tafovut yo'q, shunchaki ba'zi bir tushunmovchiliklar bor. Mana shuni bartaraf etish uchun keldim deb. Abror Muxtor Alining o'zi ham o'sha videoning ostida Vafo Mo'min mehmonimiz bo'ldi deb izoh qoldiryapti. Aqli hushi joyida bo'lgan, qadriyati joyida bo'lgan odam tushunadiki, bu ulug'vor jumla, ya'ni ki mehmonimiz bo'ldi deyish. Mehmon atoyi xudo deydi. Uni qanaqadir yedirib qo'yish, boshqa ma'nosida talqin qilmaslik kerak. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa edi, Vafo Mo'min bilan bahslashdik, yedirib, yanchib tashladik degan jumla ishlatilar edi-da. Vaholanki unaqa deyilmayapti. Mehmonimiz bo'ldi, tepasida guruh hashtagini qo'yyapti. Ya'ni kim? Biz o'zaro fikr almashdik, suhbatlashib oldik. Bo'ldi. Buni muhokama qilishni o'zi bir ahmoqlikda. Endi yana bir toifasi chiqib olib, ovozi chiqmay qopti-ku bu bolani deyapti. Mikrofon endi sal uzoqroqda turgan edi, shuni endi gap qilib ovozi chiqmay qopti-ku deyapti. Tovuq miyalar Dug'iga o'tirib qopti deydi. Dug'imga o'tirsam men bormas edim u joyga. Borganda ham aynan Abror Muxtor Alining ofisiga bordim. Meni hech kim majburlab olib borgani yo'q. O'z xohishim bilan bordim. Dug'iga o'tiradigan odam yuzma-yuzga bormaydi hech qachon. Men har doim ham duxim o'zim bilan yuradi. Ishonmaganlar kelsin, mana so'kinadiganlarga ochiqdan ochiq aytaman-ku, duxlaring yetsa oldlarimga kellaring deyman. Lekin birortasi kela olmaydi. Hali bittasi u bir Amerikada bo'lib qoladi, hali bittasi bir Rossiyada bo'lib qoladi so'kinadigan xetirchalar. Lekin ochiqdan ochiq aytaman, kellaring deganga kela olmaysanlar. Odobli bola bo'lib turishini qaranglar deb istihzoli fikr bildirayotganlarga aytaman-da. Xo'p, nima qilishim kerak? Stolning ustiga oyog'imni qo'yib turaymi? Hurmat izzatimni zo'r qilib kutib oldi. Rahmat, xursand bo'ldim. Endi shunga yarasha o'zimni hurmatimni bilib o'tirishim kerakmi? Odobli bo'lib, beodob bo'lib o'tiraymi? Farosatlaring bormi senlarni? Biz o'zaro munosabatlarimizni isloh qilyapmiz-da. Yana ketida mana bunaqa fitna chiqarishlarni nima deb aytish mumkin? Endi suhbatning so'ngida Abror Muxtor Alidan bo'lib o'tgan qanaqadir haq-nohaq gaplarimiz bo'lsa, shulardan uzr so'rayman deb qo'ydim. Shuni ham ana uzr so'radi, bu dabdala bo'ldi deb talqin qilyapti. Sanlarning odobing qanaqa bilmadim, tupurdim sanlarning odobingga. Meni odobim shundan iboratki, kim bilandir arazlashgandan keyin yarashib olsam, albatta uzr so'rab olaman. Chunki balki uni qanaqadir qalbiga ozor yetkazib qo'ygandirman o'sha jarayonda. Shuning uchun mana shunaqa holatlarning oldini olish uchun ham bu meni odobim. Men uzr so'rab qo'yaman. Aybdor bo'lamanmi, bo'lmaymanmi, qanaqadir tushunmovchilikni kelishib olding, bo'ldi, uzr do'stim deyman. Xuddi shunaqa qilindi. Endi o'sha masalasiga qaytadigan bo'lsak, ya'ni kim dinni niqob qilib olgan shaxslarga qaratilgan masala haqida qaytadigan bo'lsak, ba'zi bir to'g'miyalar yana o'shani cho'zib yuribdi. U kimga atalgan edi? U aniq va tiniq aytildi. Hech kimga aynan kimgadir qaratib aytilgani yo'q. Insoniyat tarixida jamiki dinni niqob qilgan shaxslar borki, aynan mana shu portretimizga tushadi. Bu umumiy din niqobidagi munofiqlarning qiyofasi. Aynan kimgadir qaratildi deyishni o'zi ahmoqlik. Masalan, o'sha sifatga kim javob bersa, demak o'shanga qaratilgan. George Orwellning Molxona va 1984 nomli romanlari bor. Aynan mana shu romanlarni dunyodagi istalgan diktaturaga nisbatan talqin qilish mumkin. Ya'ni bu asar umumiy diktaturaning portretini chizib bergan. Men ham aynan dinni niqob qilgan shaxslarning umumiy portretini chizib berganman. Uni har qanday dinni niqob qilgan shaxslarga tushirsa bo'ladi. Aynan kimgadir boshqa deb talqin qilish ahmoqlik. Bu badiiy asar deb qabul qilish kerak. Men ijodkor odamman. Men mana shunaqa qora yumor, sarkazm qilaman. Bo'ldi. Bu masalani yopish kerak. Avval ham aytgan edim, hozir ham aytaman, bundan keyin ham shu fikrda qolaman. Bu aynan kimgadir qaratilgan badiiy asar emas. Kimki mana shu eshakning ishlarini qilyapti degan sifatda javob bersa, demak o'shanga qaratilgan. Bo'ldi, masala hal, yopildi. Kim qilyapti? Shunga to'g'ri keladi. Nima keragi bor yana buni chayna boshqa qilib? Endi ba'zi birovlar menga yozyapti, Abror Muxtor Ali bilan murosaga borish kerak emas edi deb. Jigarlarim, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Abror Muxtor Ali bilan yovlashsak kimga foyda? Do'stlashsak kimga foyda? Yovlasak millat dushmanlariga foyda, millat bo'linadi. Do'stlashsak millatga foyda, millat birlashadi. Chunki menda ham, Abror Muxtor Alida ham o'ziga yarasha tarafdorlar va auditoriya bor. Bugun biz bir-birimizni ma'lumot qilib yurar ekanmiz, ertaga aynan mana shu millat tafriqalarga bo'linib bir-birining go'shtini yeb jiqqa musht bo'lib keladi. Mana o'tgan davr mobaynida shunga guvoh bo'ldik.
aynan mana shu kabi holatlarning oldini olish uchun ham biz o'zaro murosa yo'liga keldik va o'zaro do'st tutinishni ma'qul deb bildik. Shuning uchun hammaga qaratib aytmoqchimanki, jigarlarim, birlashish vaqti keldi. Bo'ldi. Qaysidir fikrimiz yoqmasa, aynan o'shani deb bir-birimizga tosh otib, dushmanga chiqarib, boshqa qilishimiz shart emas, jigarlarim. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Fikrimiz yoqmasa, xato bo'ladigan bo'lsa, madaniy tarzda mana shuni isbotlab beraylik, bo'ldi. Boshqa narsani unutaylik. Shaxsiyatga o'tib, tosh otib, bir-birimiz bilan dushmanchilik qilish kerak emas, jigarlarim. Bundan buyog'iga faqat va faqat birlashishimiz kerak. Bugungi davr talabi ham aynan shu, jigarlarim. Oxirgi so'zim, birlashaylik, salomat bo'linglar, vatan omon bo'lsin.